Men Tajriba Vazir Rahimjonovich Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat institutiga biriktirilgan profilaktika katta inspektoriman. Maqsad va vazifamiz Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat institutiga biriktirilgan talaba yoshlarimizni jinoyatchilik va huquqbuzarlikni barvaqt oldini olish, jamoat tartibini saqlash va talaba yoshlarimizni jinoyatchilik qurboni bo'lib qolmasligini ta'minlashdan iborat. Shu maqsad vazifa yo'lida institut rahbariyati bilan birgalikda hozirgi vaqtda mana talabalar bilan huquqiy targ'ibotni olib borish jarayonlarini boshqa o'tamiz. Falcon jamoatchilik guruhi hozirgi vaqtda kattanas vaqti shu sababli institut 4 ta fakultetida 4 ta tomonda ish olib boramiz va talabalarimiz tomonidan huquqbuzarlik holatlari yo'l qo'yilmasligi uchun kontrol nazoratga olamiz va biron bir alomatlar huquqbuzarlik alomatlari sezilsa darhol menga aloqaga chiqishinglarni so'rab qolaman.